Qodir ismim. Xo'p, Hayotbek akani oldiga kelganimga 7-darsim. Xudo xolasa oxiriga yetib qoldik. Darslari yaxshi. Bizga yoqadigan jihatlari ko'p, o'rgatishlari juda ham tez. Har bir ishga mukammal qattiqqo'llik bilan, nazorat bilan yondashadi. Urushadi. Shunaqa bo'lsa ham bo'ladi. 7-darsda sotuvga chiqyapsizlar. Ha, 7-darsda sotuvga chiqyapman. Aka, men sizdan qator so'rayman bitta narsani. Kompyuterni 100% bilarmisiz? Kompyuterni umuman yoqishi, o'chirishi bilmasdim desam ham bo'ladi. Kompyuterni umuman tushunmas edim. Kompyuter tushunishdan boshlab noldan oxirgi etapgacha o'rgatyaptilar. Ha, bu hali postanovka emas, to'g'rimi? Men shunday deysiz deganim yo'q. O'z ichingizda gapmishmi? Shunaqa. Bundan oldin ham aytdim hali sizga. Kelmoqchi bo'lganligini nima deysiz? Maslahat beraman, kelishsin, o'qishsin. Hammasi yaxshi bo'ladi, o'qish jarayonlari yaxshi.